Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Alloh taolodan foydali ilm qabul bo'ladigan amal, halol va toyib bo'lgan rizq so'raymiz. Bu kechaning yaxshiligini, nurini, barakat, rahmatlarini Alloh taolo barchalarimizga yog'dirsin. Aslida yomg'ir yog'ayotganda, qattiq yomg'ir yog'sa, uyda namoz o'qinglar degan bir nima bor. Azonning sunnatidan. Yoki masalan, endi yomg'irdan ham o'tib ketib bizda qor yog'ayotgan bo'lsa, jamoat namozi masjidga borishlik degan masalada ulamolarimiz haqiqatan o'zlarining nimalari bor, ixtiloflar bor. Lekin shu Alloh taoloning roziligi uchun xolis niyat bilan albatta kelib ilmga darsga qatnashishlik boshqa paytlardan ko'ra ko'proq savob ham bo'ladi. Ammo bizning xalqimiz bunday savollarda mehnatlarni ham qilishaveradi, ishlarga ham borishaveradi, tirikchilik ham ketaveradi deganda gap. Juda ham katta ish ham qildik deb yana o'zimizga aniq bahoda ham balid qo'ya olmaylik. Boshqa vaqtlarga qaraganda ko'proq nimasi bo'ladi? Albatta fazilat, qiyinchilik qancha ko'p bo'lsa, savob shuncha ko'payadi. Ibodat qilayotganda qiyinchilik qancha ko'p bo'lsa, savob shuncha ko'payadi deydi. Ammo ataylab inson qiyinchilikning ustida ibodat qilmaydi. Lekin ibodatda biqadril mashaqqa deydi. Mashaqqatni qadrichalik savob nima qiladi? Ajrlarni Alloh taolo ko'paytirib beradi. Yana bir qish fasliga keldik. Alloh taolo bizga bir o'zini bir yaxshiligini yog'dirib shunday bir qish faslariga yetkazib, bilamiz qancha musulmonlarning yurtlarida, diyorlarida shu qishga yetsa yeydigan yo ovqati topilmaydi, yo uyga yoqadigan ko'miri topilmaydi. Albatta o'zimiz yurtlarda ham bor, lekin bizda kam. Bu tog'iyalardan bo'lgan yana bittasi bugun yiqildi 8-dekabr tarix bu ham. Alloh taolo buni bir taqdir qilgan ekan. Shu opa dadasidan boshlab, otasidan boshlab shu bugungacha keluvdi. Bu ham bir tarix bo'ldi. Albatta tarix davom etadi. Har bir kunimiz, har bir hayotimiz, yurgan yo'llarimiz tarix bo'lib hisoblanadi. Hammaniki, bironiki ko'rinib qoladi, bironiki ko'rinmaydi deganday. Taqdiri shu bugunga edi ekan, u kishi ham ketdi. Ammo undan keyingi bo'ladigan ishlar bugungisidan bettar bo'lmasligi kerak. Buni ham biz duo qilishimiz kerak. Orqasida katta fitnalar turgan bo'lsa, uni orqasida kimdir baqirib, chaqirib, niyati buzuq bo'lgan bo'lsa, undan keyingisi bundan yomon bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun musulmonlarni men nima deyotganim tushunyapsiz deb o'ylayman. Mo'min musulmonlarning qaysi nuqtadan dunyoning qaysi nuqtasida bo'lsa ham hech bo'lmagandagi vazifasi mo'min musulmonga duo qilishlik. Musulmon inson birodariga duo qiladi. Tanish shart emas. Qayerdaligini bilishi shart emas. U kishiga nima qiladi? Doimo duo qilib turadi. Biz ham duo qilamiz. Alloh taolo Shom diyorlariga ham o'zini tinchligini, omonligini bersin. Albatta ixtilofdan Alloh taolo saqlasin. Kerak bo'lsa ba'zi o'rinda sahobalar salomat qolmagan narsa fitna o'ta yomon narsa. Fitna eng yomon narsa. Bizning iymonimiz, bizning taqvoyimiz fitnaning ichiga yetmaydi. Fitnaga biz aqlimiz ham yetmaydi. Ammo iymon taqvoyimiz so'zsiz yetmaydi. Shuning uchun duo qilaylikki, endi bundan keyingi bo'ladigan holatlarni Alloh taolo o'zi yaxshilikka qilib bersin. Bugungi hozirgi jamoatga o'qib beradigan, aytib tushuntirib beradigan mavzuyimiz ham mana shu ekan. Tarixda bir bo'lib o'tgan voqea. O'tgangi darsimizda Ka'bani qayta qurilishlik bir necha marotaba Ka'bani qayta qurilganligi haqida jamoatimizga bayon qildik. Bugun Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashab al-fil. Fil surasi Makka mukarramada nozil bo'lgan 5 oyatdan iborat. Fil ashoblarini Alloh taolo tarixini aytgan Qur'oni Karimda. Suraning nozil bo'lishligi sababi bor va sura o'zining ichida tarixda olgan. Biz aytayapmiz, har kuni tarix bo'ladi va ibratan liman ba'dahu. O'zdan keyingi o'tgan insonlarga ibrat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo Bismillahirrohmanirrohimdan keyin Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ey Muhammad alayhissalom, fil ashoblarini qanday bo'lganini siz ko'rmadingizmi dedi. Ko'rdingizmi dedi. Ko'rmadingizmi dedi. Bu yerdagi ko'rishlikning ma'nosi nima desa, taro, yaro, ro'aytu ko'ryapman degan. Ko'rdi degan. Bu yerdagi ko'rishlik qanday bo'ldi desa, aro degani yana ro'y degan narsa ham bor.
o'y fikr degan narsa bor. Bu yerdagi ko'rishlik qanday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'radi o'zlari fil yilidan mana shu fil voqeasidan so'ng 50 kundan keyin dunyoga kelgan bo'lsa, agar ko'rganda ham aytib bera olmadim. Yosh bola bo'lgan voqeani bilmaydi. Bilsa ham aytib berolmaydi. Tug'ilgan go'dak yoki 1, 2, 3 ga kirgan yosh bola eslab ham qololmaydi, eslab uni tushunmaydi ham, o'zining atini bilmaydi. Alloh aytayaptiki, alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil degani, fil ashablari qanday bo'lganini ko'rmadingizmi? Ma'nosi eshitib ko'rmadingizmi? Xabarini ko'rmadingizmi? Xabarini bilmadingizmi degan savol bilan boshlangan oyati karima. Ko'pchilik yodlagan, mana shom namozi ham o'qildi. Ko'pchiligimiz yodlaganmiz. Tarixda arablarda payg'ambar kelishdan oldin obro'si baland bo'lmagan. Endi bu voqeani tushunish uchun arab tarixiga qaytishimiz kerak. Obro'si baland bo'lmagan. Biri Shom, endi hozir Shom deyiladi. Bu paytda xristian qaragan Qaysar deb qo'yadi. Xristianlarning eng kattasini. Habashiston bularga qaragan. Furs deydi, Forslar. Buni biznikilar endi Persiyskiy imperiya deydi. Fors imperiyasi bo'lgan, Rumliklar bo'lgan, Qaysar Rum deydi. Podshosining nomi. Habashiston shularning qo'lida bo'lgan. Habashistonda masalan bizda prezident deydi-yu, keyin ata aytiladi. Prezident deydi. Misrda tarixdagi zolimlarni, tuzugini ham zolimni ham Firavun degan. Bizda prezident deydi, arabda amir deydi. Buni shuni singari Habashistonda Najjoshi der ekan. Najjoshi ism emas. Habashistonda boshqarayotgan insonni Najjoshi degan. Xristianlarni boshqarib turganda Qaysar Rum degan. Bizga ham shu gap o'tib qolgan ekan. Bu Qaysar bu deb. Ana o'sha Ashabul Uhdud. Har darsda aytganimiz yana aytamiz. Uni voqealarni bog'lashga harakat qilasizlar. Ashabul Uhdud. Qutila ashabul Uhdud an-nari zatil waqud izhum 'alayha qu'ud va hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud degan oyat karima bor. Surada. Uhdud ashablari. Uhdud nima desa, chuqurlik, qazilgan chuqurlikka o'sha paytdagi xristian diniga iymon keltirgan xristianlarning o'limi. Unda biz nimaga Qur'onda kelyapti desa, unda hali islom dini yo'q edi. Shuning uchun o'sha paytda, ya'ni Iso alayhissalom va Iso alayhissalomdan so'ng xristian dinida bo'lgan insonlar to'g'ri bo'lgan. Musa alayhissalom va Musa alayhissalomdan so'ng Yahudiy dinida bo'lgan insonlar to'g'ri bo'lishgan. Muhammad alayhissalom va Muhammad alayhissalomdan endi qiyomatgacha bo'lgan insonlar payg'ambarimizga iymon keltirib musulmon bo'lsa, shular to'g'ri bo'ladi. O'rtada bular ashabul uhdud qanday bo'ldi desa, ular xristian dinida bo'lishgan, ahli kitob bo'lishgan va to'g'ri bo'lishgan. Va ularni xristian emas odam o'sha yerda podshosi Najron degan joyda. Najron degani hozirgi Saudiyaning eng janubiy qismi. Yamanning shimoliy qismi. Deyarli Yamanda. Saudiyaning eng janubida, deyarli Yamanning o'zida. Ana o'sha joyda iymon keltirasizlarmi? Sizlar hali boshqa dinga kirasizlarmi deb o'sha joyda podshosi rivoyat qilinadiki, 20 mingta odamni ashabul uhdudni, yosh bolalarni, boshqasini hammasini yoqib, o'ldirib yo'q qildi. Xristian bo'lganligi uchun. Bittasi najot topib qoldi. Bittasi tirik qoldi. Bunday bizda ham shunaqa voqealar bo'lgan ekan. Bunday eslasanglar, haligi yer bizda bir ikki marta Adir tog'lari tushib ketganda, ko'chki bo'lganda, bir qishloqdan bitta odam tirik qolib qolgan. Bu ham Xudoning taqdirida qanday bo'lganini aytib bergan. O Shahmardonda ham suv bosib ketganda tirik qolgan odamlar aytib bergan. Shuning singari doim Alloh taolo bir guvohni qo'yib qo'yadi. Bu o'g'irlikda ham juda qiziq. O'g'irlikda ham yo harom, noto'g'ri ishdan bitta iz qolib ketadi. O'g'irlikda ham o'zi qo'yib ketadi shu izni. Shuning uchun ularda iz bor deb qo'yadi. Yoki bir voqea bo'lsa bitta odam qolyapti. Ko'p holatlar nimaga aytib berish kerak? Mana bu yerda ham ashabul uhduddan bir kishi qolib ketadi. Ana o'sha kishi borib Habashistonni podshosiga Najjoshiga borib shikoyat qiladi. Bizi deydi, ona Najronda bizni xristian bo'lib, mana shu siz biz dinimiz bitta xristian dinida bo'lib turuvdik, ahli kitob bo'lib turuvdik. O'sha paytda ular endi musulmon deyiladi. Biz shunday dinda bo'lib turuvdik, bizni o'ldirib yo'q qildi hammamizni. Yordam bering deganda o'sha tarafdan ikkita amir saylab, Najjoshi, bittasi Abraha, ikkinchisi uning sherigi. Ikkitasini saylab
qancha bir askar bilan yuboradi, sen yaqinroqsan borib deydi, bu o'sha yamanliklarni joyiga solib qo'y deydi. Biz tilda aytganda. Biznikilarni o'ltiribdi, mana shu xristian dinini to'g'ri deb turganlarni o'ltiribdi. Sen borib ularni o'zing deydi, nima qil deydi? Ular bilan urush qil, ularning ustidan g'alaba qil, bizni dinimiz o'sha joyda tarqat deydi. Abrahani Yamanga kelib qolgan tarixi shu. Abraha Yamanga keldi, sherigi bilan juda qattiq askar bilan urushdi, jang qildi va yutdi. Yutgandan so'ng butun Najron, Yaman hammasi bularning qo'liga o'tdi. So'ngra doimgidek shunday, hozir so'zni boshida aytganimizdek, ikkita kalla bitta qozonda qaynamaydi deydim. Ikkita boshchi bo'lib keldi bu tarafga. Abraha bilan uni o'rtasida keyin jang chiqadi, urush. Men unga buyuraman, sen bunga qaytarasan. Ikkita domlani kelishib ketishi ham o'zi o'ta qiyin masala. Ikkita domlani kelishib ketish. Men qanaqa qilib Ikromjon domlamiz kelishib yuribmiz yana, unga men o'zim ham hayronman deb o'ylaysizlarmi sizlar? Bu ikkalasi nima bo'ldi deb o'ylayman. Qiyin masala. Ikkita aka-uka kelisha olmaydi. Oldingi qissada aytib berdik. Qobil bilan Hobil. Ba'zan ular istitrobda darsimizdan tashqariga chiqadigan joy ekan. Ba'zan eshitib qolasiz, aka-uka deydi, kelisha olmayotgan deydi. Tabiiy narsa, hayotning boshida aka-uka kelisha olmadi. Hayotning boshida. Ikkita qo'shni talashyapti ekan deydi. Tabiiy narsa. Kim kelishsa, bilib oling, ular hamma masalada kelishyapti degan so'z yo'q. Nimadir maqsad, nimadir foyda, maslahat uchun hop deb turibdi. Hech kim 100% bir bilan kelisha olmaydi, hech qachon. Bo'lishi mumkin emas. Er-xotin mana yashagan, ko'pchilik er-xotin. Er-xotin shuncha yil yashagani, ikkalasini to'liq hamma masalada 100% kelish deganimi, kelish degani emasmi? Ixtilof katta. Farzand bor, falonchi bor, bir nimalar borki, endi bular kelishgani majbur. Nimaga desa, kelish kerak, qisqasi. Kelishib yashash kerak. Shunga o'xshagan masala. Ammo ular kelisha olmadi. Ular boshqa dinda, maqsadi boshqa. Abraha kuchliroq ekan. Ke dedi, askarni o'rtasidan bo'l dedi, ikkalamiz urushamiz dedi. Tarixdan ham bugungacha ham ichki urush yomon. Tashqaridagi dushmanni yutib qo'ysa bo'ladi. Ichki urushni yutish o'ta qiyin masala. Ha, mayli dedi, u ham kelishib, yarim askar bizniki, yarim sizniki urushamiz deganda bir kishi aytdiki, ikkalanglar urushsanglar, o'zinglar urushinglar dedi. Yakkama-yakka chiqinglar dedi, muboraza dedi unatini. Nima qilasan? Butun armiyani ovra qilib dedi. O'zlaring urushib qo'y dedi. Biz qarab turamiz bu yerdan dedi. Ha, shunday bo'lam, domlalar urushsa ham jamoat qarab turadi. Qani kim yutib chiqar ekan dedi. Ikkalasi surishdi, muboraza bo'ldi. Yolg'izdan urush kerak bo'ldi. Qilich bilan chiqqanda, nariga Abrahani sherigi qilich bilan bir urganda, mana shu burni, lablari, quloqlariga qilich tegib ketadi, aylanib. Uchala joyi jarohat topadi. Burni ham, labi ham, quloqi ham. Uni ko'rib turgan Abrahani haligi ixloslik yanada bir quli bor ekan. Yaqin odami. Shunday qilichni olib borib turib, narigi sherigimga sayib o'tirib qo'yadi. Uni Abraha o'ldirmaydi-da, yanidagi sherigi uni nima qilib qo'yadi? O'ldirib qo'yadi. Abraha o'zi yolg'iz qoldi. Albatta bu xabar Najjoshiyga bordi. To'g'ri, Abraha butun Yamanni boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Lekin Abrahani ustida borda baribir kim? Uni amiri bor, boshchisi bor. Najjoshiga yetib bordi-da, Najjoshi xat yozdi. Avvalgilarda xati qisqa lo'nda bo'lgan. Cho'tka yasna bo'lgan deydimi? Qisqa lo'nda, maqolla dalla deydi arablar. Qisqa lo'nda degan. Sen dedi, Najjoshi Abrahaga yozyapti. Voqeani tushunib ketamiz. Ikkitayni jo'natsam kelisha olmabsan. Sen va Yaman meniki deganday qilib o'zing boshqaryapsan ekan. Men dedi Yamanga shunday askar bilan boray dedi. Chachingni tagidan olib tashlayman. Yamanning tuprog'ini tepalayman dedi. Ma'nosi Yamanni bosib olaman, tuproqlarini Najron bilan qo'shib. Seni chachingni kalga olib qo'yaman dedi. Qo'rqitdi-da u. Abraha aqlli odam bo'lgan. Zukko deydi, zakovatli inson bo'lgan ekan Abraha. Podshoga hadiyalarni jamladi. Hadiya ko'p xatolarni kechirib qo'yadi. Birovga hadiya bersangiz, hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahaddav tahabbav dedilar. Bir-birlaringga hadiya beringlar, o'rtadagi muhabbatinglar oshadi. Bir-biriga bo'lgan muhabbat ko'payadi. Yoki hadiya bersangiz xatolar kechiriladi-da. Nima deydi? Abraha ba'zi bir yaxshi narsalarni to'pladi, hadiyalar to'pladi. Zukkoliga qayerda desa, zukkoliga hadiya berganda emas. Yamanning tuprog'idan bir hovuch bunday to'plab bitta idishga solgan ekan. Qopga o'xshagan kichkina narsaga Yamanning tuprog'ini soldi. O'zini sochidan olib yana bitta idishga solgan.
Keyin xat yozgan. Hurmatli podsho, meni amirim falonchi pistonchi xato bizdan ketdi. Uzoqchalik aytaverayman. Xato bizdan ketdi. Tuproqni tepalayman desangiz, mana tuproq dedi. Mana shu Yamanning tuprog'ini tepalab oling dedi. Sochimni ovormoqchi bo'lsangiz, mana shu meni sochim dedi. Shu sochimni o'zim sizga olib jo'natib yubordim dedi. Faqatgina meni dedi, amringdan bo'shatmang. Men mana shu joyda o'tirib turay dedi. Bu yomon narsa mana bu. Qayerda bo'lsa ham yomon bu. Yopishib qoladi, hech chiqmaydi bu. Billa yuratda bu. Unamaydi, yo'q deydi. U masjiddami, boshqa yerdami? O'ta qiyin narsa bu. Ayol hukumatdami u va yana qaysi joyda? Bu qancha kattaysa, buni qo'yib yuborish shuncha qiyin bo'ladi. Buni qancha orqasidan pul kelsa, bu fitna o'zi. Buni qancha odam ko'p ergashsa, buni orqasidan pullar kelsa, bu yerdan buyruq berilayotgan bo'lsa, bittar, boykilikdan bittar bo'lib yopishadi-da. Suvarkadan bittar yopishib qoladi. Go'rga billa kirgizib kelib ketadi. Ammo kirmaydi go'rga o'zingizga kiradi. Hadiyalarni oldi. Ha dedi, bu menga hadiya jo'natibdi dedi. Yo'q, bir xati ham bor dedi. Xatini o'qidi. Xatdan keyin mana u tuproq Yamandiki dedi. Mana u soch Abrahaning o'ziniki dedi. Ali podshoh xursand bo'ldi-da, bo'ldi dedi. Abrahaga xat yozib yuboringlar. Yamanda o'zi boshqarsin, biz aytganimiz qilsin, Yamanda boshqaraversin degan qayta xat keldi. O'sha xat kelganda podshohning og'zini ochib qo'yishim kerak. Yana bir unga yaxshilik qilib qo'yishim kerak degan maqsadda Abraha Qullays degan qasr qurdi. Ismi nima ekan? Qullays, eslab qolinglar. Qullaysda ikkita ma'nosi bor. Qulansuva degani nima degani? Arabcha o'qiyapsiz? Sheyx. Do'ppi nima degani? Toqiy. Ikkinchisi Qulansuva bo'ladi. Qulansuva degani do'ppi degani arabchasiga. Bosh kiyim degani. Haligi eskilarimiz gapi bo'lardi-yu. Bunday osmonga qarasang do'pping tushib ketadigan darajada balandlik ekan, baland uylar ekan, do'pping tushadi tepaga qarasang degan maqsadda Qullays deb qo'ygan deydi. Ammo ikkinchi ma'nosi inson qayd qilayotgan vaqtda og'zidan chiqqan taomni Qullays deb qaragan. Ikkita ma'nosi bor. Podshohga xat yozdi, rahmat hurmatli podshoh dedi. Najjoshiy sizga rahmat dedi. Menga ishonch ko'rsatganingizdan xursandman. Men sizni rozi qilishlik uchun shunday bir qasr qurayinki dedi. Osmonga qaraganda do'ppiz tushib ketadigan darajada bo'lsin. Qullaysni quraman deb hamma me'morchilar, ustalar, eng kuchli insonlarni jamlab Qullaysni qurdi. Qullaysni qurgandan keyin odam kelmayapti. U aytdi, nimaga odamlar bizga kam keladi dedi. Aytildiki, arablarning tarixdan bo'lib kelayotgan Ka'basi bor, Makkasi bor. O'sha Ka'baga tijorat bilan ham jamlanishadi, ibodat bilan ham jamlanishadi. Qachonki shu Ka'bani buzib yuborsang, Ka'bani yo'q qilsang, so'ngra Qullaysga keladi degan so'z aytildi. Qurayshliklardan bir kishi Qullays qurilganligini ko'rib Makkada gap tarqadi. Ko'pchilik hozir WhatsAppda gap tarqaydi deydi. Yo'q, mahalladagi gap juda qattiq tarqaydi. Xotinlar nima deyapti deydi-yu. Ularning gapi ancha-muncha agentlikdan kuchli ketadi. Makkada gap tarqadi. Shunday Qullays degan qasr qurilibdi deganda bir badaviy bo'lgan bir arab borib, to'xtaylar dedi, buni dedi, axlotim chiqarib kelaman borib dedi. Qo'pol qilib aytganda. Piyoda borgan ekan. Piyoda borib, hammasi uyga kunduzi kelib, ziyorat qilib, tomosha qilib turgandan keyin qaytib ketishganda kechqurun Qullaysni o'rtasiga kirib axlatini chiqarib olgan. O'sha endi taratini ketkizganda o'sha edi. Chiroyli qilib to'plab olib borib. Ertalab o'sha rohiblari kirsa, hamma yerda hidlar tarab turibdi. Badbo'y hid. Nima bo'ldi dedi. Desa, gap tarqadiki yana o Makkadan kelgan bir yalang'oyoq badaviy arab kelib bizdan o'chini olish maqsadida shu Qullaysni o'rtasiga axlatini chiqarib ketibdi dedi. Ana Abraha aytdiki, o'zi dedi, Ka'bani buzmoqchi bo'lib turdim. Ka'bani yo'q qilish niyatim bor edi. Hammani shu yoqqa burmoqchi edim men. Bu endi do'konchilarda ham kuzatilib qolinadi. Ancha-muncha. Maydasini solishtirsak-da, biznesda ham kuzatiladi, tijoratda ham kuzatiladi, bir xil kasbdagi odamlarda ham kuzatiladi. Biroq hurmatli jamoat esdan chiqarmaylikki, rizqni Alloh taolo osmonda biz yaralmay turib yozib qo'ygan. Kengroq bo'lsangiz Alloh taolo o'zi beraveradi. Bermayapti degani buni rizqi kam degani emas. Buni bir mavzuda ham tushuntirdik. Rizq degani faqat pul emas, faqat boylik emas. Armiyamiz to'plansin, askarlarimiz jamlansin,
Makkaga borib Ka'bani buzib kelamiz deb rivoyatda keladiki, 60 mingta askarni jamladi. Najrondan turib Makkaga qarab yurish qilamiz dedi. Yo'limizda kim bizga qarshi chiqadigan bo'lsa, o'shani o'zini ham yo'q qilamiz dedi. Yo'lda birinchi ketishayotganda bitta qabila qarshilik qildi. Hammasini yo'lda qirdi ularni. Ikkinchi qabilaga yetib kelganda u qabiladan bir kishi aytdiki, biz sizlarga taslim bo'ldik. Askaringizga, lashkarlaringizga biz ham qo'shildik. Xohlasangiz dedi, biz sizga yo'lboshchi ham beramiz deb Abu Rig'al degan odamni qo'shib berishgan ekan. O shoirlar, she'rlarda ham qo'shilib ketgan. Keyinchalik arablar sotqinlik masalasi hamma yerda qiyin bo'lgan. Keyinchalik arablar uni nima qilishgan? She'rlar bilan yomonlashgan. Abu Rig'alni qo'shib berib Makkaga yaqin qolganda Abu Rig'al o'lib qoladi. Yo'lni ko'rsatib beraman deb yo'lda kelayotib o'lib qoladi. O'sha joyga Abu Rig'alni ko'mishgan. Va arablar tarixda necha 100 yil karvon o'sha joydan o'tib qoladigan bo'lsa, albatta toshvorang qilib o'tishgan, go'rin ustiga. Biz boyadan beri darsdan boshidan beri aytyapmiz, bu tarix. Inson tarixga ikkita ko'rinishi bilan kiradi. Yoki chiroyli, yaxshi ko'rinishi bilan kiradi, yoki xunuk ko'rinishi bilan kiradi. Kimdir qurib kiradi, kimdir buzib kiradi. Har bir insonda o'zining kitobi bo'ladi. Alloh aytayapti: "Iqro kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba." O'zingning kitobingni o'zing o'qi deydi qiyomat kunida Alloh taolo. Hamma o'zining kitobini o'zi yozgan bo'ladi. So'ngra Makkaga yaqinlashgandan so'ng Mug'ammas degan joyda to'xtashadi. Mug'ammasda to'xtagandan keyin bu nima Habashi Ubraha ham deyiladi kitobda. Abraha aytadiki, Makka ahlini deydi, qo'ylarini, qo'y bilan tuya bo'lgan, tuyalarni olinglar, bozorlardagi narsalarni ham olinglar, hamma narsani olinglar. Ular yo'ldan kelishdi. Mana shu Yamandan Toifdan o'tib to Makkaning Mug'ammasiga yetib kelguncha hamma odamlarni yo'lda g'alaba qilib, tillalarni, kumushlarni, boyliklarini to'plab kelishgan o'zi. Oxir aytdiki, Makka ahlini ham dedi, o'sha tuyalarini, qo'ylarini olib qo'yinglar dedi. Olib hamma narsani yig'ishtirib bo'lgandan so'ng Fil surasi o'sha joyni aytmayapmiz boyadan beri. O'zi Fil surasi. Fillar bilan birga kelyapti. Fillarni qo'shtab o'shalar bilan birga kelyapti. Hamma narsani yig'ishtirgandan keyin Makkaga kiramiz ertaga. Makka ahlini boshchisini, sharafligini, bir kattasini, odamlar quloq soladiganini chaqirib chiqinglar dedi. Abdul Muttolibni chaqirib kelishdi. Qarang. Abraha bilan Abdul Muttolib uchrashyapti. Oldingi podshohlar yurganda yo'lda ketayotgan bo'lsa ham o'zini kursisini, o'zini chodirini, o'zini hamma narsasini olib borishgan. Xuddi shuni singari Abrahani ham o'zini katta chodiri, ichida katta podshoh o'tiradigan kursisi, gilamlari, hamma narsasi birga kelgan. Kim ekan dedi? Shu Abdul Muttolib degan odam ekan. Makka ahli shunga quloq solar ekan. Shuni chaqirib keldik dedi. Chaqirib kelishgandan keyin Abdul Muttolib kirdi. Haligi mensimasdan chaqirgan edi. Be'tibor chaqirgan edi. Lekin Abdul Muttolibning bo'yi uzun, rangi chiroyli, o'zi chiroyli odam bo'lgan. Insonlarda shunaqa bo'ladi ba'zilar. O'rnidan turib ketadi Abraha. O'rnidan turadi, keling deydi, meni mana stolimga o'tiring deydi. Deydi, bu yerga o'tirsak bir xil bo'lib qolamiz dedi ichida. Keling dedi, gilamga o'tiraylik, men ham tushib gilamda o'tiraman pastda dedi. Buni o'tgan darsimizda ham ozgina aytdik jamoatga. Insonda haybat bo'ladi. Ba'zi insonlarda, ayniqsa erkak kishida haybat bo'ladi va ayol kishida bo'lmaydi. Erkak kishida haybat bo'ladi. Xotinini yanada qanday qilib haybati oshadi desa, qayerda bo'lsa ham o'zi birinchi qoidasi yolg'on gapirmasa va va'dasini ustidan chiqsa. O'sha yolg'on gapirmagan odamni va va'dasini ustida yurgan odamda haybati oshib boraveradi. Yolg'onchi odamni, qasamxo'r odamni umuman haybati bo'lmaydi. Va insonda haybati ibodatman bo'ladi, hurmatli jamoat. Qancha erkak kishi ibodatda yaxshi bo'lsa, ayolini yanada bu kishining haybati baland bo'ladi. Erkak kishiga esdan chiqarmaylik. Haybat juda muhim. Erkak kishining haybati bo'lishi kerak. Ammo haybat degani bir inson qovog'ini solib qo'ysa, baland ovozda gapirib qo'ysa, yo qo'rqitib qo'ysa haybat bo'ladi degan so'z emas. Aytadiki, avval deydi, bir insonda haybati ketganda avval uni obro'si ketadi, so'ngra haybat ketadi deydi. O'zi bir joyda turishi mumkin, lekin obro'si tushib ketadi. So'ngra haybat ketib qoladi. Ular men bizning nimamiz yo'q.
Ammo bizning haybatimiz qanday bo'ladi desa, to'g'ri so'zlikda, omonatda va ibodatda bo'ladi. Ibodatda yurgan inson haybatli bo'lib hisoblanadi. Mana Abdul Muttolib kirdi, ranglari oq, bo'ylari uzun, kelishgan bir inson ekan. Abraha o'rnidan turib kutib oldi-da, o'zi bundaylar gaplashib qo'yaman dedi. O'rnidan turib gaplashib, keling gilamga birga o'tiraylik dedi. O'zi ham yerga o'tirdi Abraha. Ha, nimaga kelganimizni bilasiz dedi. Ikki taraflama uchrashuv bo'lyapti haligi. Двустороннее отношение deydi-yu. Ikki taraflama uchrashuv bo'ldi. Bizni nimaga kelganimizni bilasiz dedi. Sizlar bilan urushasizlarmi dedi. Abdul Muttolib aytdi, sizlar bilan urushganimizning kuchimiz ham yetmaydi, qurolimiz ham yetmaydi dedi. Undan nima qilasizlar dedi. Biz Makkani bo'shatib qo'yamiz dedi. Nima talabingiz bor dedi bizga. Abraha aytibdi. Sizda nima talab bor dedi. Meni 200 ta tuyam qaytarib bering dedi. Dedi. Abraha aytdi. Seni ko'rib dedi. Bu haybatlik ekan, bir kelishgan ekan, mana shu Makkani ahli boshqarayotgan bir chiroyli odam ekan deb o'yladim. Sen tuya so'raysan mendan dedi. Tarixda bu ham aytayapmiz-ku. Sen mendan tuya so'raysan dedi. Men uyini buzgani keldim dedi. Ota bobong ibodat qilayotgan Ka'bani buzgani keldim dedi. Sen mendan tuya so'rayapsan dedi. Abdul Muntolib aytdiki, inna li hadzal bayti robban yahmihi dedi. Bu Ka'ba dedi, tarixdan kelgan dedi. Bu Ka'bani egasi bor dedi. Musulmonning e'tiqodi mahkam bo'lishi kerak. Yer yuzining egasi bor. Musulmonlarda ham, Yahudi, Xristianda ham hammasini bu yer yuzining xudosi bor. O'sha bizning xudoyimiz, ishonayotgan Robbimiz Alloh taolo hamma narsani qarab turgan. Inna li hadzal bayti robban yahmihi dedi. Bu uyni, Ka'bani o'zining Robbisi bor, himoya qilib oladi dedi. Ammo men dedi, tuyalarni himoya qilib olishim kerak. Tuyani ber dedi. Tuyasini berib qo'yinglar dedi. Bu dedi, juda nimasi, bunday dunyoparast odam ekan bu dedi. Baho qo'ya olmayapti hali ham. Bu kishi bo'lmasam qo'rqityapti Abdul Muttolib uni. Sen hazillashyapsan, yaxshi ish qilmayapsan, Ka'baga hujum qilma degan so'zlar bor shuning orqasida. Sen shunday qilmagin. Bu uyda egasi bor. Shunday ahvolga tushasan hali bir ahvol bo'lasan degan so'zni aytayapti. U tushunmayapti. Chunki u Najjoshi, u nima Abraha uni tushunmaydigan odam. Tuyalarni qaytarib beringlar dedi. Ruxsat ber dedi. 5-6 ta sheriklarim bilan borib Ka'bani yanında bir duo qilib olayman dedi. Duo qilganimdan so'ng men ketaman. Sen Ka'baniga qarab yuraverasan dedi. Ammo buzasan deb aytmadi. Tuyalarni oldi. Makka ahliga buyurdi. Hammanglar toqqa chiqinglar dedi. Bilasizlar, Makkaga borgan yoki ko'rgan odam hozir qiyin zamon emas, hamma narsani ko'rsa bo'ladi. Makkani atrofi to'liq toq. Madina Munavvarani biznikilar yaxshi ko'radi. Umraga borsa ham shu Madinada ko'proq yursak deydi. Nimaga? Tekizlik, havosi yaxshi, hurmozor suvlar, Madina boshqa. Makka faqat tog' va toshdan iborat. Alloh oyatda aytayapti. G'oyri zi zar'in 'inda baytikal muharram. O'zingning muharram bo'lgan, ziroatsiz bo'lgan uying deyapti. Hech qanday ziroat yo'q, tog'lar. Hamma toqqa chiqsin dedi. Tuyalarni qaytarib oldi. Olganidan so'ng Ka'bani eshigiga borib, eski eshik, haligi bizning nimalarga o'xshab tumaloq halqasi bor ekan. Ya'ni eshikda ikkita qulub soladigan bir tumaloq nimasi bo'lar. Shuni ushlab duo qildi. La humma deb duo qilgan. Biz hozir Allohumma deb duo qilamiz-ku. Allohumma a'izzal islom val muslimina deb duo qilamiz. La humma dedi. Ma'nosi shu Allohumma degan. Ey Alloh degan. Haza baytuk dedi. Ey Allohim, bu seni uying dedi. Tarixdan himoya qilib kelgansan dedi. Bir mana kichkina 5-6 tasi kelib dedi. Mensimasdan. 60 mingta kelgan o'zi. Shulardan uyingni o'zing himoya qil dedi. Men bularga kuchim yetmaydi dedi. Lekin sen o'z uyingni tashlab qo'ymaysan. O'zing himoya qil, o'zing himoya qil. Qarasa Abraha kelib turibdi. Ko'zdan yosh chiqqan Abdul Muttolibni yig'lab duo qilgan o'sha joyda. "Ey dedi, duo qilib bo'ldingmi?" dedi. "Ha, duo qilib bo'ldim" dedi. "Duo qilib bo'lgansan ket" dedi. Ikkita rivoyat endi o'sha nimada fillarning ichida katta kichik fillar bor. Aldiga solingani eng kattasi shu Mahmud degan fil. U kishi yoki boshqasi aytdiki, "U buruki Mahmud, ey Mahmud, orqangga qarab ket" dedi. "Yo to'xta shu yerda" dedi. "Yo orqangga qarab ket" dedi. "Bu Ka'ba, sen Ka'ba bilan hazillashma" dedi. "Bu Xudoning uyi" dedi. Qarabsizki, haligi zam deydi arabchasiga. Bular da'vo qilgan jang boshlandi. Ka'bani buzishmoqchi.
Fil bilan keldi-yu, suraning nomi ham Fil surasi. O'sha Mahmud eng katta fili. Turg'izib o'rnidan Ka'ba tarafga qarab yurgizsa, fil yurmaydi. O'ng tarafga qarab yurgizsa yuradi. Chap tarafga qarab yurgizsa yuradi. Ortga Yamanga qarab tortsa yuradi. Ka'baga qarab yurmaydi. Har xil uslublar qilishdi. Oxiri aytdi, temirni qizitib kelinglar, qizitilgan temirni bosib olaylik unga dedi. Yana shu ahvol. Ka'baga qarab yur desa yurmaydi. Sizlarga to'g'ri bo'ladi Ka'ba bu tarafda. Ka'baga qarab yur desa yurmaydi. O'ng tarafga ham yuraveradi, chap tarafga ham yuraveradi, ortga tarafga ham yuraveradi. Abdul Muttolib yoki tog'ning ustiga chiqqanidan so'ng voqeani qarayapti. Hamma askarlar Mahmud degan boyagi fil bilan ovora. Shu paytda toyron ababil, Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirgan ababil qushlari, hozir tafsirda uni ma'nosini aytamiz. To'da bo'lib osmonda to'planishni boshlaydi. Hamma filni turg'izib yurgizaylik deydi. Ka'baga qarab, ovora bo'lib qarasa, osmon to'liq qushlar. Hali bizda ham mana hozir qish kelib qoldi. Qish faslida bir e'tibor bersanglar, bir qarg'alar kelsa bitta ikkita bo'lib uchmaydi, kam kuzatiladi bunaqasi. 100 ta, 1000 ta bo'lib to'p bo'lib bu yoqqa o'tadi, to'da bo'lib bu yoqqa o'tadi. Toyron ababil degani shu bir ma'nosi. To'da bo'lib qushlar jamlandi. Tarmihim bi hijaratin min sijil, tafsir mana aytib ketamiz ekan bu tarafini. Bismillahirrohmanirrohim. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashab al-fil. Ey Muhammad alayhissalom, Robbingiz ashabul filni qanday ahvolda bo'lganini, qanday ahvolga solganini siz ko'rmadingizmi? Ko'rmadingizmi degan biz boya tushuntirdik. Demak, siz ko'rdingiz yoki ko'rmadingiz, ma'lumot eshitdingizmi, xabarni o'qidingizmi, odamlardan eshitdingizmi degan ma'no. O'zi ko'rmaydi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam fil voqeasidan so'ng 50 kundan keyin dunyoga kelgan degan rivoyat bor. Yoki fil voqeasidan 1 yil keyin shu 50 kun degan to'g'ri bo'ladi. Fil voqeasidan so'ng ko'rmaydi. Bu yerdagi ko'rdingizmi degandan maqsad xabarini eshitib ko'rdingizmi, bildingizmi degan ma'no. Ikkinchisi, ulamolarimiz bir ajoyib so'zi bor ekanki, ashabul fil deyapti Alloh taolo. Ashabul fil deyapti. Fil ashablari deyapti. Odamlarni filga nisbat beryapti. Ya'ni nima degani bu desa, fil o'sha Mahmud Ka'baga qarab yurmagan fil o'sha kuni kelgan odamlardan ko'ra yaxshiroq. O'sha kuni Ka'bani buzish uchun kelgan odamlar fildan da yomonroq. Va kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit degan. Itni esa Kahf surasidagi itni odamlarga nisbat bergan. Tushuntira olyapmanmi? U yerda odamlarni filga nisbat beryapti. Nimaga desa, Kahf surasidagi it maqtalgan. Kahfda ashabul Kahfni qo'rib turganligi uchun it maqtalgan. Basitun zira'ihi, ikkita qo'llarini cho'zib yotibdi deb Alloh taolo itni maqtaganda va itni bularga nisbat bergan. Ammo ularni-chi desa, ularni filga nisbat beryapti. Atini aytmayapti Alloh taolo. Ashabul fil deyapti. Fil va unga ergashganlar deyapti. Undaycha aytganda, o'sha fildan bettarlar degan ma'no chiqadi. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Biz deyapti, Alloh taolo aytayaptiki, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ularni qilgan, o'zlarini chizgan planlarini, maqsadlarini, niyatlarini kayd degani makr hiylalar. Zalolatga burib qo'ymadikmi dedi. O'ta bir qiziq oyatlar bor Qur'oni Karimda. Alloh taolo aytadiki, Yahudiylar haqida, Bani Isroil haqida. Kullama aradu, ular har safar awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Ular har safar urush qilishlik uchun alanga yoqadi, o't yoqadi. Alloh taolo to'xtatib qo'yadi deyapti. Ular bir planlarni qiladi, niyatlarni qiladi, Alloh taolo nima qiladi? To'xtatib qo'yadi. Xuddi shuni singari mana sehr masalasida bizi ko'pchilik jamoatlarimizga sehr qilingan bo'ladi. Ko'pchilik o'zimizga, o'sha o'tirgan odamlarga sehr qilinadi, juda ko'pchilikka. Yaxshiyamki, hamma qilingan sehrlar ta'sir qilib ketmaydi. Agar hamma qilingan sehrlar ta'sir qilganda, hammamiz shu qiynalib yurgan bo'lardik. O'sha sehrlarni tongi tungi zikr va boshqa narsalar bilan Alloh taolo bizdan uzoqlashtiradi. Xuddi shuni singari dinni buzayotgan, dinni teskarisiga chiqayotgan yoki shunga o'xshagan harakat qilayotganlarda o'ta ko'p plan, niyatlarni Alloh taolo boshqa qilib urib qo'yadi.
Xuddiki Ka'bani buzgani kelgan odam singari aytayaptiki, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ularni makr hiylasini zalolat qilib qo'ymadim. Va arsala alayhim tayran ababil. Alloh subhanahu va taolo ularga ababil qushlarini yubordi. Ababil qushlarining ma'nosi jamoat bo'lgan qushlar yoki obro'li qushlar. O'zlari katta qush bo'lmagan, kichkinagina qushcha bo'lgan. Tarixda, bu biz mavzumizga aloqasi yo'q. Tarixda e'tibor bersanglar, kichik narsalar bilan Alloh taolo doim ko'p holatda katta narsalar yo'q qilgan. Namrud degan podsho o'tgan 400 yil. Men oxiri 400-yil bo'lganda men xudoman dedi. Keyingi 400 yili bir dona pasha quloqining ichiga kirib, boshiga gurziya bo'lib ketdi. Men xudoman degan Namrud bitta shu pashsha bilan o'ldi. Ashabul fil 60 mingta odam fillari bilan hamma askarlar bilan kelganlar, qushman o'lib ketyapti. Bitta qush bilan. Alloh Qur'oni Karimda va ma ya'lamu junuda robbika illa hu degan. Allohning askari nimaligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan. Qiyomatga yaqin hamma odamlarni bitta shamol bilan yo'q qiladi. Mo'min musulmonlar bitta shamol bilan yo'q bo'ladi qiyomatga yaqin. Doim bee'tibor yeridan keladiganda odamga kutmagan yeridan kelib qoladi. Va arsala alayhim tayran ababil. Ababil qushlarini Alloh subhanahu va taolo yubordi. Nima uchun? Tarmihim bi hijaratin min sijil. Sijildan bo'lgan, sopoldan bo'lgan, avval tuproq bo'lib, keyin toshga aylangan. Ba'zilar do'zaxdan deydi. Avval tuproq bo'lib, keyin esa toshga aylangan toshlarni tashadi deyapti. Uni endi bizi zamonimizdagilar tushunyapti. Haligi hozir bespilotnik degani yana bir nimalar chiqqanda, ayni bir nuqtaga borib solatda, yo'lda ketyapti, ham portlamaydi, yo qo'shniga ham o'tib ketmaydi. Rusaqa tochini deyapti, tochni koordinatasiga borib uradi. Tayron ababil shuni aytayapti Qur'onda Alloh taolo. O'ziga ko'rsatilgan odamga 3 tadan 6 ta bo'lib qoldi. 3 tadan toshab kelishgan. Bitta tumshug'ida, 2 ta qo'lida. Ababil qushlari. Bitta tumshug'ida, 2 ta qo'lidaymizmi, oyog'idaymizmi bilmayman, adashyapman, to'g'rimi? Qo'limi, oyog'imi? Ushayaptimi demda? Mayli, ixtilof, ulamolar ixtiloflashdi. Bitta qo'li, bitta oyog'i. Bitta tumshug'ida, 2 ta oyog'ida nima olib kelgan ekan? Tosh olib kelgan. Hijara min sijil, hijaratun tosh. Sijil yoki do'zax yoki sapal. Shunday otgan toshlarni qo'lidagisi ham, tumshug'idagisi ham otilganda boshidan kirib, boshqa yerdan teshib chiqib ketavergan. Boshidan kirib yoki qaysi joyidan kirgan bo'lsa, albatta badanning ichida qolmagan ekan shu. Snayper qushlar ekanda, o'zining manzilini bilgan. Osmonni qarasa, qushni adadi yo'q, raqami yo'q, o'ta ko'p. Ular nima qildi? Hammasi Mahmud filga o'xshab Yamanga qarab qaytishni boshladi. Hattoki aytadi, Abraha o'zi qochayotganda bosh barmog'idagi tirnoqlari, keyingi tirnoq, keyin oyoqdagi tirnoqlari bitta-bitta tushavergan. Ababil qushlari bularni yana boyagi darsda aytganimizdek, boshida quvlab Yamangacha boradi. Yamangacha borganda, Yamanga yetganda Abraha o'ladi. Oxirgacha olib boradi bularni. Oxirgacha olib boradi. Alloh taolaning dini bilan, shariatda eng ustun narsalar bilan hazillashib bo'lmaydi. Shariatimiz eng ulug' narsalar bilan hazillashib bo'lmaydi. Musulmonlarning qiblasi bu kabi. So'ngra Alloh taolo aytayaptiki, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alloh taolo ularni ka'asfin ma'kul degani qurtlar yeb ketgan somonga o'xshatib qo'ydi deyapti. Somon o'zi zaif narsa. O'zi oddiy narsa. Biror yo uni ustun qilmaysiz, yo uni eng zaif yerga ishlaydigan narsa. O'sha zaifni qurt yegani umuman hech kim kerak emas. Tugagan somonda u hamma yo'g'i teshilib ketgan somon. Ka'asfin ma'kul degani Alloh taolo ularni shunday holatga qildiki, teshilib ketgan, qurt yeb ketgan somon kabi qilib qo'ydi deyapti. Alloh taoloning dini bilan nima qilmash kerak? Hazillashmash kerak. So'ngra hammasi nihoyasiga yetdi. Nihoyasiga yetgandan keyin biz aytdikki, bular Yamandan boshlab yo'lda kelguncha qishloqlarni tormor qilib, buzib, fath qilib, tillalarini, kumushlarini, boyliklarini to'plab olib kelishdi Makkaga. Abdul Muttolib aytdi, Alloh taoloning qudratini ko'rdik. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Allohning qudratlaridan bo'lgan bir qudratni ko'rsatish uchun tushgan oyat o'zi. O'sha qushlar nimasi. Allohning qudratini ko'rdik.
Yanada bizning nimamiz, iymonimiz Ka'baga mahkam bo'ldi. Ikkinchisi, Alloh taolaning fazli karamini ko'rdik. Tog'dan tushinglar, hammanglar bulardagi g'animatlarni to'planglar dedi. Haligi tillalarda olish kerak. Hamma tillalar to'plashdi. Xuddi Ayyub alayhisalomga o'xshab, Ayyub alayhisalom uzoq yil og'rigandan keyin 18-yili tuzalgandan so'ng tilladan olgan chigirtkalar yopadi-yu. Hammasini bitta-bitta to'playdi keyin Ayyub alayhisalom. To'plasa bir kishi aytadi, nima Jabroil aytadi deydi rivoyatda. "Hey Ayyub" deydi, "Shuncha yil qiylanding. Bitta chigirtka ho'yerga tushsa ham, biz eskilarimiz aytganday, onorni bir donasini yemasang ham do'zaxga tushib ketasan ekan" deb qo'rqitardi oldin. Bitta chigirtka chegarada qolib ketsa ham shuni to'playapsan qo'lingman. Nimaga dedi? Alloh taolo bergan sinovga sabr qildim. Alloh taolo bergan fazilatni qo'ldan chiqarmayman dedi. Xuddi shuni singari Abdul Muttolib aytdi. Alloh taoloning qudratini ko'rdik. Endi pastga tushinglarda barcha g'animatlar jamlanglar dedi. Ikkita nima to'plashdi? Xazina qilishdi, hovuz. To'plab tillalar solishdi, oshib qoldi. Abdul Muttolib qo'li ochiq odam edi. Jamlanib bitgandan so'ng qator bo'lib kelinglar dedi. O'zlariga tarqatib berdi. Haligi tillalar nima bo'ldi? Oshib qoldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday qilib o'zini uyini himoya qildi.